natijasini sinovdan o'tkazish maqsadida tashkil etilgan mazkur ilmiy anjuman haqida navbatdagi lavhamiz. Mamlakatimizda barcha sohalardagi kabi sog'liqni saqlash tizimida ham islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa tibbiyot yo'nalishidagi o'zgarishlar, ta'lim sohasidagi yangiliklar o'zining amaliy natijasini ko'rsatyapti. Toshkent tibbiyot akademiyasida magistrlarning soha yo'nalishi bo'yicha chuqur bilim olishi, kasbiy malaka va mahoratini oshirishdan tashqari, xorijiy tillarni puxta egallashlariga ham alohida e'tibor berilgan. Shu maqsadda tibbiyot akademiyasi qoshida til markazi faoliyat olib bormoqda. Bu markazda biza internet orqali turli xil ma'lumotlarga ega bo'ldik, turli xil kitoblarga turli xil kitoblarni o'qidik va hozirgi paytda dunyoda chop etiladigan barcha zamonaviy jurnal orqali, barcha zamonaviy video loyihalar orqali o'zimizni til boyligimizni oshirdik. 3 kun davom etadigan bunday ilmiy anjumanlarda tibbiyot akademiyasi magistrantlarining xorijiy tillarda tayyorlagan ma'ruzalari ham tinglanadi. Bundan tashqari ular olib borayotgan ilmiy izlanishlari, tadqiqotlari xususida ham o'zaro fikr almashish imkoniga ega bo'ladilar.